Assalomu alaykum. Men Nargiz Arifjon, Lakshya ginekologman. Sizlarga homiladorlikda kalsiy preparatlarini qachon va qanaqa qabul qilish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Homiladorlikni asosan 17 haftasidan keyin kalsiy preparatlari tavsiya etamiz va albatta 30 haftasigacha bo'lgan davrda, ya'ni 17 haftadan 30 haftaga bo'lgan davrda kalsiy preparatlarini qabul qilish mumkin. Bundan tashqari, agar sizda suyak sistemasida muammolar mavjud bo'lsa, ya'ni istisno holatlar deb aytiladi, o'sha istisno holatlarda 30 haftadan keyin 37 haftaga bo'lgan davrda va albatta 12 haftadan 17 haftaga bo'lgan davrda ham kalsiy preparatlarni qabul qilsak bo'ladi. Kalsiy D3 preparati homiladorlikda talab 1000 milligram bo'lib hisoblanadi, sutkalik talab. Endi bu profilaktika uchun. Agar davolash dozasi talab qiladigan bo'lsa, unda 2000 milligram sutkalik talab bo'lib hisoblanadi. 1000 milligram kalsiyni, ya'ni mana bu kalsiy D3 imizdan ikkita tabletkadan kechqurun yotishdan oldin chaynab yeyish tavsiya etiladi, kamida 1 oy muddatga. Agar suyak bo'g'im sistemasida og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa yoki 3-4 homiladorlik bo'lib, tishlar bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu preparatni qo'llashni 2-3 oygacha cho'zishimiz mumkin. Ikkita tabletkadan kechqurun yotishdan oldin 1 marta. Agar kuchliroq rivojlanayotgan bo'lsa, mana shu belgilar suyak sistemasi, masalan, sifizitlar bilan kechayotgan bo'lsa homiladorlik, bunaqa holatda uzoqroq vaqt qo'llash tavsiya etiladi. Bundan tashqari, bu preparatlarimizni tug'ruqdan keyin ham emizikli davrda ham bemalol qo'llashimiz mumkin. Ya'ni ona organizmidan bolaga sut orqali ham kalsiy preparati kirib boradi va bolani tishlari vaqtida chiqishini va onani o'sha tishlarini yo'qotishini profilaktikasi bo'lib hisoblanadi. Kalsiy preparatlarini O'zbekiston sharoitida deyarli 50 yoshdan oshgan barcha ayollarimizga tavsiya qilib qolamiz, chunki klimakterik davrda suyak sistemasida osteoporozlar rivojlanish xavfi oshib boradi, ya'ni estrogen gormonlari yo'qligi hisobiga. Estrogen gormonlari yetishmagandan keyin o'z-o'zidan suyaklarda gialuron kislotasini kirishi buziladi va kalsiyni to'planishi buziladi va tizzalarda, bo'g'imlarda og'riqlar paydo bo'ladi. Bunaqa davrda 6 oyda 1 marta, 1 oydan kalsiy D3 preparatimizdan ikkita tabletkadan 2 mahal ichib yurish tavsiya etiladi.